O'zbekiston Konstitutsiyasi davlatning eng oliy qonuni. U fuqarolarning huquq va erkinligini, davlatning asosiy tamoyillarini belgilaydi. Har bir fuqaro Konstitutsiyani bilishi va unga sodiq bo'lishi shart. Davlat fuqarolarning bandligini ta'minlash, ularni ishsizlikdan himoya qilish, shuningdek, kambag'allikni qisqartirish choralarini ko'radi. Davlat fuqarolarning kasbiy tayyorgarligini va qayta tayyorlanishini tashkil etadi hamda rag'batlantiradi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 43-modda. Insonning huquq va erkinliklarini ta'minlash davlatning oliy maqsadidir. Davlat inson hamda fuqarolarning konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquq va erkinliklarini ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 54-moddasi. Konstitutsiyani hurmat qilish davlat mustaqilligi va xalq sha'nini asrashdir.